Amerikada ham, O'zbekistonda ham o'lim vodiysidan o'tgan tadbirkorlar bor. Kapitalizmni bitta olib kelgan yomon illatlardan bittasi xalqni boy qiladi, kambag'alni juda ham kambag'al qo'yadi, o'rta aholini yemirib ketadi. Kelsam shunda daraxtda pul osilyapti deb qanchasi keladi, keyin shashtiq aytganlar qanchada. Kimga Amerika qiziq desam, bizda balkim oylikka ishlaydigan insonlarga Amerikaga kelib ishlash qiziq bo'lsa. 25 ta biznes bilan gaplashgan bo'lsam, kamida yarmidan ko'pi 13 million dollardan ko'p sof qiymati bor-da. Klientlar o'zbeklar, pulli vatani yo'q, biznesi tili yo'q-da. Men 13-yilda Amerikaga suraman kelgan insonlardan bittasiman-da. Aka, oyda 10 mingmi, 15 mingmi orttirayotgan mablag'imiz bor. Transportga ketmaslik uchun bir investitsiya qilib qo'yishim kerak. Bu yerda ko'rayotgandan ko'ra O'zbekistonda nimani tavsiya qilasizlar deganda, high risk, high profit davrida biz. Hard skillsimiz bizni 0 dan 1 ga olib chiqadi. Soft skillsimiz 1 dan 10 ga olib chiqadi. Bu yerda 50 yil yashasak ham, 20 yil yashasak ham, ko'nglimiz baribir O'zbekistonda biz. Ko'p o'zbeklardan gapirsa, xuddi mehmonxonada yashaganda yashab yurma Amerikada deydi-da. 5 kilolik toshni qo'yasizda, har bir yong'oq qo'yganda his qilmaysiz. Lekin oxirgi yong'oq qo'yganingizda 5-kilo pallani bosadi. O'sha paytda bilasiz. O'shanda bilasizki, endi tushundim desiz. O'shaning uchun